Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Nega ayrim odamlarda pensiya ko'paygandek ko'rinsa ham amalda kamayib qoladi. Nega kimlargadir minglab so'm qo'shiladi. Kimlargadir esa atigi bir necha tiyin yoki juda kichik summa qo'shiladi. 2026 yildagi o'zgarishlarda nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ota-onasi pensiya oladigan farzandlar, yaqin yillarda pensiya chiqadigan fuqarolar, mehnat staji va ish haqi hujjatlarini yig'ayotgan odamlar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri hujjat. Bitta tasdiqlanmagan staj yoki e'tibordan chetda qolgan ustama oyma-oy pulingizga ta'sir qiladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Avvalo eng muhim savol, pensiya haqiqatan ham kamayadimi? Ko'pchilik pensiyalar oshiriladi degan xabarni eshitadi, keyin bank kartasiga tushgan pulni ko'rib. Nega menga ozgina qo'shildi? Nega qo'shilgan summa qo'shnimnikidan kam? Nega oldingi oy olgan pulimdan farq qilyapti? deb hayron bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Pensiya tizimida hamma odamga bir xil pul qo'shiladi degan qo'yda yo'q. Odatda pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Fuqaroning ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya tayinlangan vaqtdagi hisob-kitob bazasi. Eng kam pensiya miqdori, ustamalar, kompensatsiyalar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar, shuningdek qayta hisoblashga asos bo'ladigan hujjatlar. Oldin qanday edi? Ko'p odam pensiyaga chiqqan paytda mehnat daftarchasi asosiy hujjat bo'lgan. Qayerda ishlagan, necha yil ishlagan, qanday lavozimda bo'lgan, bularning barchasi yozuvlar orqali tasdiqlangan. Ish haqi bo'yicha esa ayrim yillar uchun ma'lumotnoma olib kelinardi. Kimning ish haqi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, kimning staji to'liq tasdiqlangan bo'lsa, o'sha odamning pensiyasi nisbatan yuqoriroq hisoblangan. Ammo ko'p odamda muammo shundan chiqqanki, umr bo'yi ishlagan, lekin ayrim yillarda ish rasmiy bo'lmagan, tashkilot tugatilgan, arxivda ma'lumot topilmagan. Mehnat daftarchasida mo'r-xira bosilgan yoki buyruq raqami noto'g'ri yozilgan. Endi nima o'zgaryapti? 2026 yilda pensiya masalasida asosiy e'tibor elektron ma'lumotlar, rasmiy daromad, bazaviy hisob-kitob va qayta tekshiruvlarga qaratiladi. Ya'ni davlat organlari pensiyani belgilashda faqat odam aytgan gapga emas, balki axborot tizimlaridagi ma'lumotlarga, sug'urta badallari yoki rasmiy ish haqi haqidagi yozuvlarga, arxiv ma'lumotlariga qaraydi. Bu nimani anglatadi? Kimning hujjatlari toza, staji aniq, ish haqi rasmiy bo'lsa, u odamda ortiqcha xavotir kamroq bo'ladi. Kimning pensiyasi esa avval taxminiy, noto'liq yoki bahsli hujjatlar asosida hisoblangan bo'lsa, qayta hisoblash paytida farq chiqishi mumkin. Endi eng og'riqli masalaga o'tamiz. Nega bir pensionerga 1000 so'm, 200 ming so'm yoki undan ko'proq qo'shilishi mumkin? Boshqa pensionerga esa atiga bir necha ming so'm yoki juda kichik miqdor qo'shiladi. Birinchi sabab, pensiyaning boshlang'ich miqdori har xil. Masalan, birinchi pensioner 900 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchi pensioner esa 2 million 800 ming so'm oladi. Agar oshirish foiz ko'rinishida bo'lsa, yuqori pensiya oladigan odamga qo'shiladigan summa kattaroq ko'rinadi. Lekin ayrim holatlarda aksincha ham bo'ladi. Eng kam pensiya darajasida oluvchilar uchun minimal kafolatlar oshsa, kam pensiya oluvchiga ko'proq qo'shimcha chiqadi. O'rtacha pensiya oluvchiga esa juda kam qo'shilishi mumkin. Masalan, Zaynab opa 32 yil rasmiy ishlagan, lekin ish haqi ko'p yillar past bo'lgan. Uning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini ma'lum darajaga ko'tarsa, Zaynab opaning pensiyasi avtomatik ravishda o'sha darajaga yetkaziladi. Natijada unga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin. Shu mahalladagi Karim aka esa 38 yil ishlagan, ish haqi yaxshi bo'lgan. Pensiyasi allaqachon minimal darajadan ancha yuqori. Agar umumiy indeksatsiya kichik bo'lsa, unga 6 ming yoki 10 ming so'm qo'shilishi mumkin. Shunda Karim aka, men ko'proq ishlaganman, nega menga kamroq qo'shildi deb o'ylaydi. Sabab shuki, Zaynab opaga qo'shimcha faqat foiz emas, balki minimal kafolat yetkazish mexanizmi orqali berilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab, staj to'liq tasdiqlanganmi yoki yo'qmi? Masalan, Bahrom aka 1979 yildan 2010 yilgacha turli korxonalarda ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor, lekin 1993 yildan 1997 yilgacha ishlagan korxonasi tugatilgan, arxivda ish haqi ma'lumoti topilmagan.
Agar o'sha davr faqat staj sifatida qabul qilinsa-yu, ish haqi tasdiqlanmasa, pensiya miqdori pastroq chiqadi. Keyinchalik Barom aka arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma topsa, pensiyani qayta hisoblatib, oyga 3000 so'm yoki 200 ming so'mgacha qo'shimcha olishi mumkin. Agar topilmasa, oshirish paytida unga faqat umumiy qo'shimcha beriladi, xolos. Uchinchi sabab, ish haqi rasmiy bo'lganmi? Men ko'p uchratadigan holat bor. Odam 20 yil yaxshi daromad qilgan, lekin ish beruvchi maoshning bir qismini rasmiy, bir qismini qo'lga bergan. Pensiya hisoblashda esa faqat rasmiy ko'rsatilgan daromad inobatga olinadi. Masalan, Dilshod aka ustaxona boshlig'i bo'lib ishlagan. Amalda oyga yaxshi pul topgan, lekin hujjatda eng kam ish haqiga yaqin maosh ko'rsatilgan. Pensiyaga chiqqanda u men ko'p ishlaganman, nega pensiyam kam deydi. Javob: pensiya tizimi og'zaki daromadni emas, hujjatdagi daromadni ko'radi. 2026 yildagi elektronlashuv va tekshiruvlar davrida bu masala yanada muhim bo'ladi. To'rtinchi sabab, ustamalar ham hammaga bir xil emas. Masalan, ayrim pensionerlarda nogironlik, urush qatnashchisi maqomi, alohida xizmatlar, yolg'iz keksalarga qo'shimcha yordam, parvarish bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar pensiyaning tarkibiga kiradi. Ba'zilari esa ijtimoiy yordam sifatida alohida beriladi. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Aslida kartaga tushgan pul ichida pensiya, kompensatsiya, nafaqa yoki boshqa yordam bo'lishi mumkin. Agar shulardan biri tugasa yoki alohida tartibga o'tsa, odamga pensiyam kamaydi bo'lib ko'rinadi. Masalan, Munira opa o'tgan oy 1 million 500 ming so'm olgan. Bu summaning 1 million 205 mingi pensiya. 205 mingi esa ma'lum muddatli ijtimoiy yordam bo'lgan. Keyingi o yordam muddati tugagan, kartaga 1 million 207 ming so'm tushgan. Munira opa pensiyam 230 mingga kamaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiyaning o'zi kamaymagan. Vaqtinchalik yordam to'xtagan. Shu sababli har bir pensioner o'zining to'lov tarkibini bilishi shart. 5-chi sabab, qayta hisoblashda eski xatolar aniqlanishi mumkin. Bu juda nozik mavzu. Ba'zida pensiya yillar oldin noto'g'ri hujjat asosida hisoblangan bo'ladi. Masalan, stajga kirmaydigan davr xato qo'shilgan, ish haqi ma'lumotnomasida raqam noto'g'ri kiritilgan, biror ustama ortiqcha berilgan. Keyin tizim tekshiruvdan o'tganda bu xato ko'rinadi. Shunda to'lovlar to'g'rilanishi mumkin. Odam buni kamaytirish deb qabul qiladi, lekin rasmiy idora buni hisob-kitobni qonunga moslashtirish deb tushuntiradi. Men bunday vaziyatda darhol bahslashib ketmaslikni, avval yozma hisob-kitobni talab qilishni tavsiya qilaman. Eng avvalo, mehnat stajida uzilishlari bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz falon yillarda ishlaganman, lekin mehnat daftarchamda yozuv yo'q, korxonam yopilib ketgan, arxivdan ma'lumot olmaganman, o'sha yillarda ish haqim yaxshi edi, lekin hujjatim yo'q desangiz, pensiya miqdoringizda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshida tashkilotlar ko'p o'zgargan, nomi almashgan, xususiylashgan, tugatilgan. Shu davrlardagi staj va ish haqi ma'lumotlari ko'p hollarda bahsli chiqadi. Ikkinchi guruh pensiyaga yaqinlashayotgan, lekin rasmiy ish haqi past ko'rsatilayotgan fuqarolar. Agar siz 2026, 2027 yoki 2028 yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab ish beruvchingiz bilan rasmiy maosh masalasini tekshiring. Qo'lga ko'proq olyapman, hujjati kamroq bo'lsa ham mayli deyish bugun qulay tuyuladi. Lekin pensiya yoshiga kelganda katta zarar bo'ladi. Chunki pensiya hisoblashda sizning real mehnatingiz emas, rasmiy tasdiqlangan daromadingiz asos bo'ladi. Uchinchi guruh turli ustama va imtiyozlar asosida pul olayotgan pensionerlar. Sizga berilayotgan qo'shimcha to'lov doimiy yoki muddatlimi? Pensiya tarkibidami yoki alohida yordammi? Buni aniqlab oling. Chunki ko'plab tushunmovchiliklar aynan shu yerdan kelib chiqadi. Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, ish joylaringiz bo'yicha arxiv hujjatlari mavjud bo'lsa, pensiya tayinlangan paytda barcha ma'lumotnomalar to'g'ri topshirilgan bo'lsa, rasmiy ish haqi asosida hisoblangan bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab kamroq. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Har bir pensioner kamida yilga bir marta o'z pensiya miqdori qanday hisoblanganini, unda qanday ustamalar borligini, qaysi hujjatlar asos bo'lganini bilib qo'yishi kerak. Yana bir misol beraman. Sobir aka dirdim yil rasmiy ishlagan. Barcha davrlar mehnat daftarchasida bor. Arxiv ma'lumotlari ham tasdiqlangan. Uning pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Oshirish bo'lganda unga 1 million 30 ming so'm qo'shildi. Qo'shnisi esa
1 milyon 1 ming olardi. Unga 220 ming qo'shildi. Sobir aka bundan norozi bo'ldi. Ammo tekshirib ko'rilsa, qo'shnisining pensiyasi eng kam kafolat darajasiga yetkazilgan. Sobir akaniki esa umumiy indeksatsiya bo'yicha oshgan. Demak, bu yerda adashmaslik uchun kimga qancha qo'shildi degan gapni emas, nima asosda qo'shildi degan savolni berish kerak. Birinchi muhim nuans. Kartaga tushgan pul har doim pensiyaning sof miqdorini anglatmaydi. Ba'zan bank xizmatlari, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, kredit bo'yicha yechimlar yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensioner menga kam tushdi deydi, lekin aslida pensiya hisoblangan, faqat bir qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan tushum tarixini pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan summa bo'yicha ma'lumotni alohida tekshirish kerak. Ikkinchi nuans, boshqa viloyatga ko'chish. Ayrim pensionerlar yashash joyini o'zgartirganda hujjatlar bir bo'limdan boshqasiga o'tadi. Shu jarayonda to'lov kechikishi, ayrim qo'shimcha to'lovlar qayta tekshirilishi yoki yashash joyi bo'yicha talab qilinadigan ma'lumotlar yangilanishi mumkin. Bu ham vaqtincha kamayish yoki kechikish sifatida ko'rinadi. Uchinchi nuans, nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, odam ilgari birinchi guruh nogironligi bo'yicha ustama olgan, keyingi tibbiy ko'rikda guruhi ikkinchi guruhga o'zgargan. Shunda pensiya yoki nafaqa tarkibidagi ustama ham o'zgarishi tabiiy. Bu yerda ham odam pensiyani kamaytirishdi deydi. Aslida huquqiy asos o'zgargan bo'ladi. To'rtinchi nuans, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ishlagan davri bo'yicha qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Lekin bu avtomatik ravishda har oy katta pul qo'shiladi degani emas. Qayta hisoblash uchun tegishli davr, rasmiy ish haqi, to'langan badallar va ariza masalasi bo'lishi mumkin. Ko'p odam men yana 3 yil ishladim, nega pensiyam keskin oshmadi deb so'raydi. Chunki qo'shimcha ishlagan yillarning pensiyaga ta'siri odamning avvalgi staji va hisob-kitob formulasiga bog'liq. 5-nuans, hujjatni og'ozaga topshirish yetarli emas. Pensiya bo'limiga borib, men falon joyda ishlaganman deyish bilan masala hal bo'lmaydi. Har bir dav hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat yo'q bo'lsa, arxiv so'rovi, sud orqali faktni aniqlash. Sobiq korxona huquqiy vorisini topish kabi yo'llar bor. Lekin bular vaqt oladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin tayyorgarlikni erta boshlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiya miqdoringiz tarkibini bilib oling. Siz oyiga qancha olyapsiz? Uning qancha qismi asosiy pensiya, qancha qismi ustama, qancha qismi kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam? Buni bilmasangiz har qanday o'zgarishda adashasiz. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki MyPankogov orqali mavjud elektron xizmatlarni tekshiring. Agar imkoningiz bo'lmasa, farzandingiz yoki ishonchli yaqiningiz yordam bersin. Ikkinchi qadam. Yozma ma'lumot talab qiling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Mening pensiyam qaysi staj, qaysi ish haqi va qaysi hujjatlar asosida hisoblangan degan mazmunda ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va aniq talab yoziladi. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdori hisob-kitobi, inobatga olingan mehnat staji davrlari, qo'llangan ustamalar va qayta hisoblash imkoniyati haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Sizga nimalar kerak bo'lishi mumkin? Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank karta ma'lumotlari. Agar ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, eski ish hujjatlaridagi familiya bilan hozirgi familiya bog'liqligini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi juda muhim. 4-qadam, stajdagi bo'sh joylarni tekshiring. Mehnat daftarchangizni olib, yilma-yil ko'rib chiqing. Masalan, 1995 yildan 1990 yilgacha ishlaganingiz yozilgan, keyin 1994 yilgacha bo'shliq bor. Shu bo'shliq aslida ishlagan davr bo'lsa, hujjat topishga harakat qiling. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning huquqiy vorisini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda korxona nomi ishlagan taxminiy yillaringiz, lavozimingiz eski manzili bo'lsa, uni ham yozing. 5-qadam, agar pensiyangiz kutilmaganda kamaygan bo'lsa, vahima qilmang, lekin darhol tekshiring. Avval bankdan tushgan summani ko'ring. Keyin pensiya bo'limidan aynan shu oy uchun
qancha pensiya hisoblangani haqida ma'lumot oling. Agar bank kam tushgan bo'lsa, ushlab qolish bo'lgan bo'lmaganini aniqlang. Agar pensiya jamg'armasining o'zida kam hisoblangan bo'lsa, sababini yozma so'rang. Qaysi qonun yoki qaror asosida kamaytirildi? Qaysi ustama bekor qilindi? Qaysi hujjat qayta ko'rib chiqildi degan savollarni bering. 6-qadam qayta hisoblashga asos bo'lsa ariza topshiring. Masalan, siz yangi arxiv ma'lumotnomasini topdingiz, ilgari hisob olinmagan ish davri tasdiqlandi yoki ish haqi bo'yicha aniqroq ma'lumot keldi. Bunday holatda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb ariza yoziladi va hujjatlar ilova qilinadi. Ariza topshirganingizda qabul qilingan sanani tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu keyinchalik javob muddatini nazorat qilish uchun kerak. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim maslahat beraman. Avval mahalliy bo'limdan yozma javob oling. Keyin shu javob asosida yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga shikoyat qiling. Agar masala baribir hal bo'lmasa, hujjatlar bilan sud tartibida murojaat qilish mumkin. Ayniqsa staj faktini aniqlashda sud amaliyoti muhim rol o'ynaydi. Real hayotga yaqin yana bir holatni ko'rib chiqamiz. Nasiba opa 2 yil ishlagan, lekin 5 yillik davr mehnat daftarchasiga noto'g'ri kiritilgan. Korxona nomi bor, ammo muhr yo'q. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq inobatga olinmagan. U yillar davomida past pensiya olib kelgan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuborgan. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlar topilgan. Natijada qayta hisoblashga asos paydo bo'lgan. Agar Nasiba opa bu ishni qilmaganida har oy yo'qotayotgan pulini davom ettirardi. Mana shuning uchun men hujjatlarni tekshirishni doim takrorlayman. Yana bir holat. Anvar aka pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan. U endi pensiyam 2 barobar oshishi kerak deb o'ylagan. Lekin qayta hisoblashda faqat qo'shimcha staj va rasmiy daromad inobatga olingan. Natijada oyga 70 ming so'm qo'shilgan. U avval xafa bo'lgan, keyin hisob kitobni ko'rib tushungan. Pensiya formulasi butun umr daromadi va belgilangan cheklovlarga qarab ishlaydi. Demak, kutilma bilan real hisob kitob doim bir xil bo'lavermaydi. Azizlar, 2026 yildagi pensiya o'zgarishlarida eng katta masala shuki, hamma odamga bir xil qo'shimcha tushmaydi. Kimning staji to'liq, rasmiy ish haqi yuqori, hujjatlari joyida bo'lsa, hisob kitobi aniqroq bo'ladi. Kimning hujjatida bo'shliq, bahsli davr, tasdiqlanmagan ish haqi yoki vaqtinchalik ustamalar bo'lsa, u odam o'z pensiyasini albatta tekshirtirishi kerak. Pensiya kamaygandek ko'rinsa, avval uning tarkibini tekshiring. Qo'shimcha to'lov tugaganmi, ustama o'zgarganmi? Bankda ushlab qolish bo'lganmi? Qayta hisoblash qilinganmi? Bularni aniqlamasdan turib xulosa chiqarmang. Eng muhimi, og'zaki gapga emas, yozma hisob kitobga tayaning. Agar sizda ham menga juda kam qo'shildi, qo'shnimga ko'p qo'shildi, pensiyam kamayib qoldi degan holat bo'lsa, izohlarda yozing, qancha pensiya olardingiz, qancha tushdi, qanday ustamalaringiz bor. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikning oyma-oy daromadiga bevosita ta'sir qiladi.